Hey, neygi? Hepsi yoluk çıktık. Bu yana gelemsiz. Ben hazır 6. koçede körükte. Sen durup görüşelim. Ben sizni buraya yiyip barman. Ay, shut up, sen. Sen kulak mı kılım ben? Bir iş oldu mu? Küçükünü bir iş. Ha, ma'qul. Ben sana telefon berayim. Oo, kela. Hey. Ha. Növbet manchaganda qiladi. Men bilmaydi. Hey, ne qilmoqchisan? Beri kel. Ha, qani kela. Kela. Zaten ne qilmoqchisizlar? Ha. Yo'qol. Beri yo'qolish deyman. Yo'qol endi. Oo. Hey, ishkanlar çatak çıkarmakçı mı? Kimning facekan bu? Yürüyün la, başka cayık baraylı. Ulan çekilmen la. Çekilma. Bugün yok abla hoşlandım. İlk görüşelim. Ha, kile. Kile burada. Sen özünge iş tepib aldın ağıyla. Bugün bu usaq qaptı ekan. Sen qonga amroq. Shunda. Qilish so'zlab o'tamsan. O'yinchig'ing bo'ladi ekan. Biroq meniki yetmaydi. Keyin ko'rishib qolamiz, birodar. Sen, men, yana u baba. Hey! Yürü ulan, yürü ulan. Qilishindaydi. Güzel hem Batur bil ironiyasi go'yo osmondan tushgandeklar paydo bo'lib, Los Angeles amallik shirkatidagi chivar ham qovullardan tashkil topgan munavvarlar guruhisini boshlab, eng xatarlik amallik saqlash vazifalarini kayni-kaynidan g'alaba tamomlamoqda. Bugün mü adetlikidek kütmögüdek. John to'g'ri chiqib yetibdi. Nega kirim qilib yetibdi? Kay granatomyotni qurashtirib yetibdi. Haligi ish. Jahon o'zgarib qoldimi nima? Kay, grimsomga granat sep qo'ydim-ku.
To'xtang, men Oqtanni tekshirib qilib izlashib beray. Hey, Hisoblash mashinasini ishlatib baqqanmi? men uni qarg'a elish taqchis qilay degan. Buning nima ishligini sizga men deb beraymikin? U bugun tushdan keyin uchirgan yiliq ablaqlarni tekshirib bakmoqchi. Arsid birisi tunishtaklik qiladi. Men motosiklet bilan o't rasir qurollarini silishtirib tekshirib bakmoqchi. Biror jinoyat o'tkazganligini bilsak, unimi yaxshi bo'ladi. Bir top motosikletchilar katta bir boyning to'yini buzib ekan-ku. Men Fox şirketining ofatli to'y markasi degan filmni ko'rgan. To'g'ri dedingiz, Zoel. Yana bir ish esimga keldi. O'tganda shtat boshliq kelgandimi, bir top talab motosikletchilar ularning mashin kolonnini qo'rshib olgan edi. Ularning turqi qanday ekan? To'y markasini buzganlar uchisiga xurum kiyim deyishib mudofiya qalpig'i kiyibdi. Boshqalarga o'xshash. Saqchi idorasining xotir ekranda ikki motosikletchi bor bo'lib, ularda g'alati o'q izlari qolgan ekan. Birisining qutida bir necha teshik bor ekan. Yana birisining barmoqlari xuddi bo'ri tatlayotgandek bo'lib ketibdi. G'alati mahsulotlar. Ular o'zlarini zulmat chavandozlari deb ataydi ekan. Arsida birisi tunishta qiladi dedingizmi? Bir yerda ko'rgandeklar qilaman. Bas. Joy, o'rnimni kartamni sep qo'yg'ina, kechda qaytib berib smenaga chiqaman. Ay, Katerin. Jonlo. Ko'rishmagili uzun bo'pti. Uzun bo'lmaydi. Tunugin 6-ko'chadagi ko'rik ostida sizni ko'rdim. Nimalar da'vatsiz kim bilmadim. Kechikib qolman. Shu xil odamlar bilan arilishish xatarlik. Siz meni qo'ng'icha ilaymiydingiz. 16 yosh chog'ingizdan bu yerda ishlashga boshlaganligingizni ko'rgan edim. Bundan keyin sog' salomat turganligingizni ko'rsam kendaymi? 14 yosh chog'imda mush xizmatga erishish uchun yolg'onchilik qilganman. Men aldiraydim. Kechiring. Bas. Faqat bo'lib. Katrin, qayerda? O hozirlik keldi tabii. Uni qatnashtirmaydi deb burildi degandim-ku. Biz hozir bakla chechilar bo'lib ketdik. Biz. Hech asliyamayman bu. Qachondan beri ikkimiz barobar munosabatda bo'lib qoldik. Ha? Ikki. Git bular. Kechiringlar. Kechikib qoldim. Baya ozroq ishim chiqib qoldi. Bizning musobaqamizga qatnasha olganligingiz siz uchun sharaf javob. Uni qadrlang. Tizimning oxirgi ismingiz tushdi. Uzunga bormasmikin? Bu o'yin emas. Qizchaq. Ma'qul. Mening o'yin o'ynag'im yo'q. Aranglarga kirishdagi maqsadim boylarning turmushiga parakandachilik selish. Bu bizning nishonimiz. Shunaqa emasmi? Tag'vining chishig'i tegman, Katrin. Yur. İli görüşelim. Sizden telefon kelibdi, hammamiz xo'shal bo'lib ketdik, Karoda Zapandi. Sizni tet ko'zimiz bilan kutib turadi. Bo'lib shu milliarderlar. Hozir o'tiring, bir stakan qahva ichib qo'ying bo'lamdi. Artıq şu tekellupni qo'yinglar. Men yasalmiliqni yoqtirmayman. Katrin Raytini aranglardagi qaysonlar izlagan. Bu sekildi do'kondagi mal sotqich xodimni. O yaxshi qiz. Uning ziyonkashlik uchirishini xohlamayman. Siz kim bo'lasiz? O mening qizim. Nim talabangiz bor, Karoda Zapandi? İsmim Get. Sizni ishlatmayman. Sizni izlab kelib edim. Hozirdan tortib uni qo'g'dashga mas'ul bo'ling. Sizga oldiqonlik ish qilib beray. Uni uyga olib qo'ya olsangiz yana mukofot bor. Jonning xizmati bor. Aniq anglamadingizmi nima? O endi menga ishlaydigan bo'ldi. Aşı əblaqlarning Katrin 3 qatim balnisga kirdi. Uni uyga qotirib ketsam bo'ladi. Get apandi. Masala shu yerdiki, bizda tutqun qiladigan kasb yo'q. Ha. Uxtom. Sizlar pirsallashtirsak demakchimi? Mayli, menga jonning gumpisi yaridi. Qolganlarga kelsak. Ha,
Men ambarni buzib, san'at saroyi qurg'ilyapman. Ayron qog'idek ish emas. Maqsad bojni azaytish. Shanba kuni ish boshlash murosimi ochimiz. Sizlar amonlik saqlashga mas'ul bo'linglar. Maslahatlashib ko'raylik. Katerinni quvlash kerak. Zulmat chavandozlari muddatlik bomba hamon portlaydi. Hammasi shunday bo'lsin. Ma'vu bir haftalik ish qilinglar. Agar Katerin murosim qatnashsa, aslab beraman. Xudolam. Bu kishi menga yoqmadi. Biroq kunalayman. Qaraganda bizga ish tepilibdi-da. Undaqda Jon, qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? Menga bir yordamchi kerak. Ko'pincha chavandozlarning sheriki bor ekan. Qaysinglar berishni qalaysizlar? Basanglar-chi, fursatni qo'ldan bermanglar. Men yangi tipdagi Dagti 996 markalik motosikletni miniman. Qay? Ata-onam meni motosikletga mingil qo'ymaydi. Emsa qog'ini taqar. Yovaylarning sapiri. U nima? Bu uynalg'u qalimim. Mening chavandozlar bilan o'tgan necha kunlik turmushimni lenda qilib oldi. Hozirgacha yaxshi ishlayapti. U Katrin, chang o'tiring be. Tayyorlaning. 5, 4, 3, 2, 1. Atlaning. Zulmat chavandozlari, musobaqa boshlanish oldida turibdi. Taqdiringlarni his qila oldinglarmi? Ha! Xuddi qadimgi zamon chavandozlaridek. Sizlar burchinglarni ado qilinglar. Hech nimadan qo'rqmas bo'linglar. Bugun biz hammamiz qahramon. Chunki odamni pul emas, uning jasorati tarbiyalaydi. Aşı baylar o'zlarini bizdan ustun ko'radi. Ular bizni haqoratlayapti. Shunga ularni jahannamga yo'l bitaydi. Biz zulmat chavandozlari hammaga hukmronlik qilamiz. Kim tunji jangchi bo'ladi, ha? Men seni ko'rgan. Mavu yat dindagi odamni kim epkirdi? Kechirgin. Bizning bu yerda qattiq talab bor. Faqat chavandozlarni qabul qilinadi. To'xtab turing. Necha kundan oldinda televizorda ko'rdim. Shahzoda Artur Toshning qilichini sug'urib chiqarishdan ilgari chavandoz emas edi. Keyin ulug' chavandoz bo'ladi. Demoqchimanki, uning bir fursat bering. Uning raqobatchingiz bo'lib qilishidan qo'rqmasingizlar. To'g'ri. Musobaqada mushundaq sinoq bo'lishi kerak edi. Xeyli yillardan buyon ishlanmabdimi? Nima da'vatida? Bilmayman. Qaranglar. Musobaqalashuvchilar motosikletini minib, av parahning ostidan o'tadi. Chavandoz Scott. Uni harakatlantir. Bu men o'ylagandek emas ekan. Bu o'lib ilishqo. Haqiqiy chavandozlar hech nimadan qo'rqmaydi. Kinoga ilvatmaymiz tag'vi. Bu real ish. Nimadan qo'rqsiz? Suyunligim. Bu ablahni tunimsiz, ha? Yo'q, tonimayman. Sen xirsini qabul qila olamsan.
Albatta qabul qilaman. Uni o'ylagan yeri bor. Uning og'zini yumdirib qo'yaylik. Yaxshi bo'ldi. Ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq deb ekan. Qarang nima? Nima bo'ldi? Qisib oldi bu. Qandoq to'xtatman? Yo'q. Ma'lum desam nimaga? Parvardigor. Yo'q. Yo'q. Ben bundan ahmoqlikni qilib boqmadim. Ne xatarlik. Elim saqqaldi. İsmingiz nima? Lovan. Yo'q, sat anglanadi ekan. Men sizga bir ism qo'yay. Winby deyli. Siz bir xizmatkor tanlab olsangiz bo'ladi. Er xizmatkormi? Motosikletni yuydi, oyog'imda o'mlaydi, ovlab qo'ydi, shundaqmi? ixtiyor sizda. Au, yigit bo'ladi ekan. Uni tanladim, uni. Zulmat chavandozlarga qo'shilganingizda qarshi olaman. Mal mashina yaxshimi ekan? Uyda bundaq mashinadan to'yta bor. Buni baho tanishtirib sotmoqchiman. Ha, to'g'ri. Ozroq pulga yarab qola. Aras, men bergan pulni xajladinglarmi? Xajladik. Bir necha xil hisobotni sizga deb qo'yay. Xajlayveringlar. Qizimni qachon ko'raman? Buni birdim demak tez. Ha, bilaman. Saqlamay amalim yo'q. O mening yolg'iz qizim. Qiziqmi ekan? Intayin kulgili kishi oldi. Men terlab pishib ishlab, uning 9'ini talqib berdim. Uni universitetga kirgizdim, ammo u yaxshi o'qimadi. Balkim bu ersiyatdi. Uning opsimi doim biz o'xshamaydigan odamlar deydi. Men qizimning omon eson turayotganligini bilsam-da bo'ladi. U bexatar. Uni Will Ironis o'zi qo'g'davdi. Bu xil chash elementining tarkibida aloy, vitamin E, mineral moddalar, chashni asrash elementlari bor. Buni chechib olib qo'g'nish qalpoqni kiyvasimi chash buzilmaydi. Eng muhimi u tabiiy narsa, hayvonot tajribasidan o'tmagan. Ahmet geldi. Ahmet perisi demez mi? Ahmet perisi. Bu hafta biz zulmet chavandozlari, ya'ni ziyofat qilgudekmiz. Anlasam, Ahmet periştisimi kurum kiyim giydek. Yani kelib, rastlı perişte göründü. Ben oylasam, Nima qilmoqchisiz? Qaranglashay. Hech yo'q. ben sir saqlay. Qandaq ta'sirati bo'lyapsiz? Pulingizda pul bo'lgandan keyin boshqalarga taqibsizda. Nimaga asosan meni puli bor deysiz? Katta 500 bayning biri sizning dadingiz tursa, asli familiyangiz Karodiz bu deyman. Bu sizning qarishingiz. Dadam sizni yaladimi? Men bilan qari bo'lmasa bo'lmam degina. Katerin, nimishqa uning gapini anglamaysiz? Bu sizning dadingiz-ku. Bo'ldi-la. Ang yaxshisi hozir yo'qoling, bo'lmasa tagviq deyman. Shundaqmi? Yaxshi bu. Bering. Uningga milliarder dadingizning meni yollab olganligini aytdim. Tagvey puldarlarga qattiq bo'shlik qildi ekan.
Kötüreyli. Kötüreyli. Zulmet çevendazlar üçün. Zulmet çevendazlar üçün. Ötken ayda biz hücum qilgan Sahra klubidagi heliq qalvala hozirgacha qo'rqib mükib yurayotgandek. Hammamiz birlikda olmuş yangrataylik. Nima dedim? Chavandaz. Bilib turib so'rayotsan. Biz bir golf top maydoniga hücum qildik. Sada yangratib tabriklaymandik. Biz nimishqa unchi marvoyit, olmos uzuk degandek narsalarni bo'lmaymiz. Nima uchun? Nima uchun? Chunki bizning burchimiz zulmatga joylangan yo'qlik ato qilish, bizning muqaddas e'tiqodimizni taqtish, maqsadimizni hammaga yetkazish. Nima? Maqsad? Atrofimizdagilarning hammasi daftilagan bu. Keysi maqsadimiz nima? Pul degan keraksiz narsa. Ha, baland gap bo'ldi. Biz degan chavandozlar. Kalla, tushundingmi? Oh, yaxshimisizlar? Hay, men kechikib qoldim. Biror narsam tushib qolmagandi. Oh, yaxshi. Rahmat. Arzmaydi. Vinvi. Birga o'tiraylik. Ma'qul. Biroq sizlar oldirashda qilasizlar-ku, ha? Amisa janoblari, o'zlarining bir dona takliflari bor ekan. Oh, esimda qilishda qadimgi chavandozlarning hammasi muqaddas qadahga erishishni o'ylaydi ekan. Menda ilgari birisi bor edi. Men gradus tuvanragini beringlar, bo'lamdi. Xo'p. Rahmat. So'zlaver. Bir misol keltiray. Yaqin do'stim Mishin bilan bir xil yangi fasondagi oyoqni izladik. Hamma yana qizivasak-mi topolmadik. Uni setib bo'ldi ekan. Biz shtatni aralab aram topdik. Bizni magazin cho'gilanglar demoqchimisiz? Yo'q. Men intilishni da'vatdaman. O'rta g'oya. G'oya. Yaxshi va. Men yoqtirdim. G'oya. Biz avval tirkishaylik. Yangi motosikletimni tekshirganmi? Men hech nimani bilmayman, jimi. Ular nega bor ekan? Degili bo'lmaydi, maxfiy. Ve Bo'pti deb beray. Men ularga ittifoqlash ba'zi ishlarni qilish taklifini berdim. Ahamiyatli ishlarni qilib yaxshi tilak orzularni bo'landikin desam, ular tirikishimizdek. bo'pti. Mush yerda qila. Buni qanday haydashni menga kim deb berdi? Oh! Zulmet chavandozlarining tirkish musobaqasi hozir boshlandi. O'qda, chavandoz. İlişib qaldingizmi? U yer xatarlik, yarinib qolasiz. Biz ko'zimiz yetmagan ishni azaldan qilmaymiz. Oo, Katrin, tayyorlik bitdimi, ha? Sağımı az qoldi. Ba'zilar qimorni jinidan ortiq ko'radigan.
ba'zilar hayajonlanish kamroq ekan. Men motosiklet musobaqasini yaxshi ko'raman. Menga kim janglan qiladi? Qaltis ko'rinish bo'ladi-da. Sizlar raqibingiz faqat Pinar o'zga. Kechiring suyim. Birsi o'rningizda tushishni xohlaydi. Mundaq chavandozlik ruhini rad qilmaydi. Scott, Qarab turing, Katrin. Chavandoz Scott bilan chavandoz Harina tirkishi. Hozir boshlanadi. Chavandozlar, chekinaylik. Ularning odam ko'pkan, yordam kerak. O yarılıb to'qib buzish mashinasi chaqirdilar. Bo'ldi, Kay. Başla. Başladım. Kaylı bo'lsa, kunimiz rahatda o'tib. Qizimning amallik kapolatlik qilmoqchi bo'ldinglar-ku? Albatta, bir soatning oldida Jondan telefon kelgan. Shundaqmi? Bu to'g'riliq birimi demadimi? Uning do'stlaridan ko'chada qalayim qaysiq chiqqanligi, birsi yarinib doktorxonada yetib qolganligi to'g'riliq. To'g'rimi ko'z? Katrin yaralanmabdi. Fer bilan Jon bir taraf qila oladi. Ular nima ekan? Javob beringlar. Bilishga huquqim bor. Ular qizimni nega ushirib qo'yibdi? Ularning bosh shtabi aeroport atrofidagi bir isklot ekan. Karodiz efendi, u yerga o'zingiz berib buyurmaydigansiz. Hojati yo'q. O'zi keladi. Evin doktor, derhal og'ir kasallar bo'limiga keling. Scott, bu orqali nimani isbotlamoqchi edingiz? Ham qilma. Ahmet Periştiniz buni hal qila oladi. Hey, azizim. Menga pul kerak. Avvalda da yaxshimisiz deyishing kerak edi. Mendan ansirmagin. Ma'quldan chaqchaq qilmadim. Menga $10,000 kerak. Chataq yo'q. Rasmi? Albatta. Uyga qaytib kelsanglar. Dada, qaytqim yo'q. Ammo pulimni xajligim ekan-ku. Do'stimni qutqizaman. Katrin, qachon aqlingni topasan? Ular pulingni ko'zlayotdi. Faqat pulingni ko'zlayotdi. Yo'q, ulan gap qilma. Ular pulni ishini bilmaydi. Mening sizning qizingiz ekanligimni bilmaydi. Ular faqat meni taniydi, pulni emas. Bilaman. Siz buni baribir tushunmaysiz. Katrin! Qani aytqin ha og'ayni. Sen nimani qo'g'lishsan? Qizlarnimi? Shuhratnimi yoki boshqa narsanimi? Musobaqani men motosiklet musobaqasiga amriq. Janoblari. Yolg'on bo'lib qoldi. Janoblari uyun qo'yyotamdi. Nima? Qiziq kelsa. Hadislar o'tir asrning gaplarini qildi ekansan. Vaqt o'tgan bir nimalar u. Sen bizning odamimiz emas. Meni ketkazmoqchi bu. Men ketay. Katrin, bu yoqqa keling. Ketaylik.
Aqlanilik bilan tanlang. Siz do'stingizni tanıya olaysiz. Zulmet chavandozlari, men mush rayonning omonlik saqlovchisi. Bu yana sizlar ijaraga olgan. Qaraganda undoq emas ekan. Amiz tez ketinglar. Kim shundoq dedi? Bu yerning xo'jayini Get Karodiz 3 soat ilgari bu yerni setib oldi. U sizlarni chiqib ketsin dedi. Onun ölgüsü kaptı. O biz chavandozlarning davlatini vayron qilmoqchimikan? Bundan artıq rahimsizlik bo'lmas. Qanday qilmaysiz? Qanday qilatdik? Üç alimiz. Qoniga qon, joniga jon olimiz. Bunun qara. Məşhur amanlıq saqlığıcılar Karodesni qoğdaydı. Bu Vilmeru. Vil ironis deyiş gerek. Onu intiladigan narsasini tepib bilishga avatdim. Bizning o'z intilishimiz bor. Sen ularning yig'ilishga hujum qilmoqchimi? Men Get Karodesga hujum qilib, uni xonavayron qilib etaman. Uni xo'rlayman. Oyog'imning ostida umid etaman. Biroq ularda mashhur amonlik qo'g'dug'ichilar bor. Ular bizga tankilanmaydi. Chunki biz alohida taklif qilingan aziz mehmondan birini ib boramiz. Men sizlarga Katrin Karodizni tanishtirib qo'yay. Yaxshimisiz? 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 Biz tarafda hamma ish joyida. Men uchun rakdan necha ortiq yap qo'ying. Karodezdek odamga ishlashga ko'nib qolgandekman. Rahmat. Yaxshimisiz? Doktor Kayrog'isiz. Muboraknomangizni olib turyapmiz. Men kitobingizni o'qigan. Menga yordam uchun bo'ldi. Ortiq vaqt devatdingiz. Qani kiring. Tuzut qilma. Rahmat. Kiravering doktor. Jon, shundoq bo'lsin. Eli ko'rishaylik. U bu yerda yuriydi-ku. Qizimni qo'ng'izi bo'lmadi. Azroq chatoq chiqib qoldi. Xonimlar, afandilar, bu yig'ilishni uyushtirgan Get Karodiz afandini so'zga taklif qilaylik. Ha, men kichik elim. Eli sizga qanmaydi. Rahmat. Qadam tashrif qilganinglarga rahmat. Ko'pchilik xotirjam bo'linglar. Mashina vaqtincha sirtda g'alba qilishini kutib turdi. Ansirmanglar. Osh qo'sh menda. Meni tushundiganlarning hammasiga ma'lum. Men gapga usta emas. Shunga kechiringlar. Şuna hammalarning bu faoliyatga qatnashganinglarga, san'at saroyining qurilishini qo'llaganinglarga rahmat. Ko'pchilik xushallik tilayman. Katrin. Dada, meni afv qiling. Sen kim? Men ko'ngil ochqili kelgan odam. Kim milliarderni vayron qila oladi degan o'yinni o'ynamoqchiman. Biz havo yeb kelaylik. Men Kay. Kay, bu men. Zulmet chavandozlari meni tashlab etdi. Chatoq bo'pti-ku. Shu emasmi? Men texi
Ular bana işareti de tikemen. Hazır motosikletçi gidiyordu lekin. Men sal turib telefon beray. Bo'ldi. Men yinolar ketyapman. Shundoq yaxshi yig'ilishga bormasam bo'ladi. Teklifnomanglar bormi? Yo'q ekanda. Endi teklifnoma bor bo'ldi, shundaqmi? O'g'lim, keling, bir payzi qilaylik, ha? Gapni kim qog'dayapti? Qo'y, nega jon izlab qo'yadi? Uni kim g'amsib qiladi? Men baray. İş bo'lsa maslahat qilaylik. Qizimni qo'yib ber. To'ch, tegma. Menda pul yo'q. Tez hayda. Bula. Bununda tizeydigil bo'lmaydi. Yo'q. Tez haydayapman u mana. O'ylag'animdan oson. Avayla. Bu kalva. Tez aylan. Tez aylan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Taqvi, chadoq yo'qdi. Hey, motosikletdan qani? Qandaqra? Hech yo'q. Yaman emas. Bu oxirgi qatam motosiklet minishing bo'lib qoladi. Aramzodi. Menga jang e'lon qilgan bormi? Kela. Yaxshi pichoqqa uni so'zlayapsan. U meni shu so'zlaydi.
motosikletni yana minamsiz. Bek chiroyli mindikansiz. Siz bilan nochilik talashqim yo'q. Motosiklet minishga siz usta. Biroq BMW shirkati motosiklet ishlab chiqarib qolsa, sizni mag'lub qilmay qo'ymaydi. BMW şirketi hozir motosiklet ishlab chiqaryapti. Rasma? Hay, qaranglar, bu hozirli keldi. Get Karodiz mukofot so'misi bilan naqd pulchiga avatibdi. Opamga sovg'alaymikin deb turatdim. Katrin dadis bilan qanday bo'lgandi? Hay, Javobi hozirli berildi. Hay, Yaxshimisizlar? Hay. Scottning ahvoli qanaqaroq? Saqiyay dedi. Dadam uning davolanish pulini to'lab etdi. Emsa dadingiz bilan aplashib qolibsiz-da. Hamma ishning bir jarayoni bo'lar ekan. Men sizlar bilan xo'shlashib keldim. Sagidab kelaymikin, motosiklet meni butun mamlakatni oylanaman. Ishonmasliginglar mumkin. Dadam menchilik vaqtida shunda qildi ekan. Bizda hayron qolarlik o'xshashliklar bor. Shundaqmi? Menimcha siz uni besibchisiz. Xo'sh. 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 Jon, Yo'lda diqqat qiling. ay, haqning sizga ko'ngil tushib qopti, hang vaqtda.